go'zal insonim, beg'uborim, mehr osmonim, qadrdonim, yaqin insonim, sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman deb, oralaringizda muhabbatxon onajonimiz bormi? Qanilar? Chaqiramizmi? Dardlaring to'kib xating yaylasindi, armonlarga to'lmasin hech ko'ngil. Omadimni hadiya etdi qarang taqdir, yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Ko'zlarimiz dardli yoshga to'lgan edi, dilda tashvish jonimizdan o'tgan edi. Yurak sho'rlik barchasiga ko'ngan edi, yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Nabirajonlar, sizlarning iltimoslaringizga ko'ra, qizlaringizning iltimoslariga ko'ra, suyukli yoringizni iltimoslariga ko'ra bugun biz sizni xursand qilish uchun tashrif buyurdik onajonim. Rahmat, katta baraka toping. Undan keyingi 100 yillarda ham hammalarning ko'payishib yuringlar. Hech kim kamaymasin. Qatorimiz har doim bardavom bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Chiroyli so'zlaringiz ham sizga har doim hamroh bo'lsin onajonim. Siz uchun yuragimdan yaxshi ko'raman. Sizlarga kirang. Keyingi yil shu kunlarga yetkazsin iloyim. O'zlaringiz uzoq bo'lsin, rahmat. Sog' salomat bo'lib, bog'lar to'liq Sog' bo'ling. Ana shu xolamning nimalari sizdan turib turibdi. Iforlari. Sog' bo'ling. Sizni ko'rsam xolamni ko'rganday bo'laman. Oyimni ko'rganday bo'laman. Yuzga kiring. Mana shunday bir tabarruk ayyomimizda yig'ilib turibmiz. Iloyim mana shu xizmatlaringiz yanada 100 barobar ko'proq bo'lsin. Mana boshimizga sog'lom qochonni ham sog'lom bo'lsin. Bolalaringiz, nevaralaringizni, qizlaringizni hammasini baxtini ko'ring. Sog'lik, jannatim o'zimni katta qilgan onajonim. Umringiz doim uzoq bo'lsin. To'ylarimda, baxtimda doim taxtli bo'lganimda ham, baxtli bo'lganimda ham doim yonimda, ana shunday doim yonimda bo'ling. Eng kichkinaligimda tug'ilganimdan beri sizlarman. Bundan buyog'iga ham shunday bo'lsin. To'ylarimda nevaralaringizni ko'rishda ham nasib qilsin. Sizni yaxshi ko'raman onajonim. Tabriklash uchun Ruxshon opamga beraman. Ammajonimni tabriklayman. Yuzlarga kirsin. Umrlar uzoq bo'lsin. Hammamizning baxtimizga sog' bo'lsin ilohim. Endi mehribon ammajonimizni tabriklash uchun beramiz. Marhamat, eslatib Opa, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Bolalaringizni boshiga sog' qo'ying, bizlarni boshimizga. O'zimning jon qo'shnim, yaxshi ko'raman sizni. Tabriklayman. Xudo bilan qo'sha qalsinlar, baxtli bo'lsinlar. Evara, chevaralar baxtli bo'lsinlar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun men yangajonimni payg'ambar yoshi tug'ilgan kunlarda o'tiribmiz. Baxt saodat, hamisha farzand, kelin, nevaralari omadini ko'rib, akam bilan qo'sha qarib yursin. Yuzlarga kirganda birga bo'laylik. Rahmat. Istandan mehmonimiz ekan. Assalomu alaykum. Ammajonimni tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Yana yuzga kirsinlar. Har yili tug'ilgan kunlarni qilib yursinlar. Qaranglar, yuzlarga kirsinlar.
baxtu davlat boshimdagi toj, kuy alanga yangrar dilxiroj. Baxtu davlat boshimdagi toj, kuy alanga yangrar dilxiroj. Farishtadek yoyib qirq quloch, davralarda o'ynasin onam. Farishtadek yoyib qirq quloch, davralarda o'ynasin onam. Bolam debam bo'lar fidoi, kutmagan edim. Bugun o'zga bo'lgan kun ham qilmoqchi emas edik. Shundagina o'zimizcha kelib o'tirib ketamiz desak, shunaqangi yaxshi tug'ilgan kun bo'ldi. Hech ham kutmagan edim. Rahmat. Qizlaringiz menga menimcha 1 oy, 2 oy bo'ldi-yu, 2 oydan beri mana shu inson ham doim qachon ko'rsalar shu kuni tug'ilgan kun bor. Ham birgalikda katta umralarga borib kelganingizda men o'zim qizil doroshkalar to'shaymiz Tilovatxon. Ustidan oqlik, eng chiroyli kuningizda men xizmatda bo'lay. Kelganlaringizni kutib olish bizga nasib va ro'za aylasin. Xudo nasib qilgan kunda hammamiz birgalikda bundan da ziyoda qilib tug'ilgan kunlarni o'tkazamiz. Xudo xohlasa.